Qizlar bilan ko'p gaplashadigan bolalar biznesni yaxshiroq sotuvchi bo'ladimi? Bu to'g'ri korrelyatsiya deb o'ylayman. Chunki qizlar bilan gaplashish ham bu sotuvda. Sizni даже uylanishingiz ham sotuv. Ya'ni men sizga hozir bitta misol bilan tushuntiryapman. Tasavvur qiling, bitta qiz ko'rdingiz, sizga yoqdi. Borib gapirishingiz kerak, suhbatni boshlashingiz kerak. Bu sotuvga nimaga to'g'ri keladi desa, bu aloqa o'rnatish. Qanaqa qilib boshlasam, hozir men uni e'tiborini tortaman. Ikkinchisi, endi men unga uylanmoqchi bo'lsam, o'zimni taqdim ko'rsatishim kerak. Qanaqaligimni, qayerda ishlayman, nima qilaman, qanaqa odamman. Lekin shunchaki ko'rsatsam, unga qizim yo'qmi bilmayman. Birinchi uni qiziqishlari nima? Men o'zimni qanaqa ochib bersam unga qiziqroq bo'ladi. Bu narsani o'rganishim kerak. Ehtiyojni aniqlash. Uni xohishlaridan kelib chiqib, men o'zim ochib beraman. Qaysi taraflarni unga yoqadigan taraflarni va ko'ndirib, undan keyin taklifimni beraman. Uylanmoqchi bo'lsam, uylanmoqchiman deyman. U yo'q deyishi mumkin, ikkilanishi mumkin. Bular e'tirozlar. E'tiroz. Ularni yechishim kerak. Agar uni e'tirozlarni to'g'ri yecha olsam, keyin sotuv bo'ladi va men maqsadimga erishaman desa bo'ladi. Blogimda sotuv sohasiga kirish, bunda ko'proq daromad qilish bo'yicha amaliy informatsiyalarni o'rganasiz, yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.